Assalomu alaykum aziz birodarlar, mana nasos qurish jarayonidamiz. Mana yigitlarimiz nasoslarni qurib turibdi. Mana bu yerda 500 talik. Xo'p. Mana biz tayyorlab turgan nasoslar, mana bularni sizlar bilan cho'tki qilib ulab sakoni qildik. Mana Abduvali ishlab turibdi. Alay. Mana Xudo xolasa mana ozgina ish qoldi, keyin patkulchini berib suvlarni chiqarishlarini videolarini qo'yib o'tamiz. Suvni pastiga mana shu yerdan bu yoqqa, mana shu yerdan bu yoqqa pastiga daryo tarafga 8 metr turba ketdi. Obchi 27 metr turba ketdi so'rish chiqishiga. Steykalar bilan qo'ydik. Mana shitlari hozir o'rnatish jarayonidamiz. Xudo xolasa mana shitlari o'sha Erkin akamiz kampirlar qilgan shitlarimiz. Akkana ishlar bilan chiroyli qilib o'rnatganmiz. Hozir mana qo'shib patkulchini beramiz. Yana bu videoni olishimdan maqsad shu bo'ldiki, mana bu yerda biz oldin qo'yib ketganmiz, 2 yil bo'lgan qo'yib ketganimizda. Mana bu yerda nasoslarimiz bor. Hozirgi o'rnatib turgan nasoslarimiz 200 talik 18 kilovatligidan mana. Buni YouTube'da videolardan suv chiqarishlarni qo'yib o'tganman. 18 kilovat bitta, 18 kilovat ikkinchisi. Mana bularni qo'yganmiz. Fermer akalarimiz minnatdor. Maza qilib ishlatyaptilar. Xo'sh, qo'yganimizda 2 yil bo'lgan bo'lsa, 2 yildan beri ishlab turgan ekan. Yana o'sha joyga yoniga bitta nasos o'rnatib beryapmiz boshqa fermerga u. Suvlari Hamzabir kanaliga, o'zimizning Olot tumani. Xo'p. Hamzabir daryosiga o'rnatdik. Mana qo'shga qo'ygan shitlarimiz. Qo'yib ketganimizda 2 yil bo'lgan bo'lsa, Xudo xolasa 2 yildan beri tinch ishlayapti. Xudoga ming qatla shukr, Allohimga shukronlar bo'lsin. Fermer akalarimiz o'zi ham keldi, suhbatlashdik. Juda zo'r asosda ekonom. Ham biron marta qo'limizni bir kulish tovlaganimiz yo'q. Remont qilmadik. Xudoga ming qatla shukr, zo'r ishlab turibdi. Bizlar effekti ham, ishlashi ham yo'q deyapti. Hozir yondan 500 talik ishlab turgan joyiga yoniga 200 talik 300 likdan qo'yapmiz. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar. Hozir xo'p, nasos 200 talik, nasos 18,5 kilovatlik o'rnatish jarayonidamiz. Xudosa o'sha yigitimiz ishlab turgan joyga, o'sha joyga chiqarib tashlaydi suvni. Hozir buni ham videolarini qo'yib o'tamiz. Hozir Xudo xolasa yaqin qoldi, mana o'rnatib bo'lib berdik, buni ham montaj qilib bo'lib berdik. Xudo xolasa qo'yib YouTube'da videolarini qo'yib, suv chiqarish joylalarini, necha kilovat rasxod qiladi, necha amper oladi, hammasini videolarini qo'yib o'tamiz xudo xolasa. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, opisaniyada nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana bu 200 talik, 250 talik, 300 lik, 350 lik, 400 liklargacha bor nasoslarimiz. Dastavka xizmatlarimiz, o'rnatib berish, elektroshit, turbalar, hamma nasos o'zimizdan o'rnatib beramiz. Kimga o'zi nasoslarni o'zi kerak bo'lsa ham bemalol xohlagan viloyatga dastavkamiz bor akalar. 1 yil garantiyalarini beramiz. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar. Ofisinada nomer qoldiramiz. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.